Avtoservis kuzatuvchilari, bugun sizlarga o'sha mashhur launch kompaniyani Freon zamena qiladigan uskunani obzor qilib o'tamiz. Nafaqat obzor, hamda qanaqa ishlatishni ko'rsatib, batafsil sizlarga tushuntirib o'tamiz. Ushbu ustanovkamiz bir xillarda launch yozig'i bilan keladi, AES 519 model, bir xillarda Smart Safe modelida keladi, lekin o'sha bir xil narsa bo'ladi. Bir xil bizning kuzatuvchilarimiz so'raydi, nima Smart Safe, nimaga oldin launch olganman degan savollarga biz mana bugun savolga javob berib o'tamiz. Ushbu qurilmamiz polni avtomatik bo'lib turib, mana bu ekrani sensorni bemalol ishlatsa bo'ladi. Mana printeri bor. Ishlab bo'lgandan keyin printerda chiqadi qancha freoni bor edi, qancha freon olindi, qancha freon nima quyildi, hammasi avtomatik tarzda chiqib keladi. Ushbu uskunamiz yog'och korobkada keladi. Yog'och korobkani ochgandan keyin mana bu ikkita shlanga alohida bo'ladi. Bu ikkita shlangasini qotirish kerak bo'ladi. Mana bu ko'k shlanga ko'kiga, qizil shlanga qiziliga, keyin mana bu shlangasi bu freon bochkasiga qotiriladi. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz bu narsalarni. Bu yoqqa qo'yib qo'yaylik. Keyin mana bu juda ham bir muhim narsa borda, ham kelsangiz ko'ruvlarni. Mana aynan mana shu ustanovka uchun biz mana shu panellarni ham ruscha qilib olib kelganmiz-da. Endi xudo xolasa mana shu 1-2 yildan keyin o'zbekcha qilib olib kelamiz. Endi hozircha mana ruscha, rus tilida oson. Buni 220 ulab olish kerak birinchi. Endi mana bu perenoskada ishlatish mumkin emas endi. Bu gal biz mana shu perenoska ishlatib turamiz. Dimensiyalarni bir xil tok kelib turish kerak. Hozir mana yoqqanimizdan keyin mana yoqdi. Yoqqanimizda mana stansiya dozapravka deb chiqdi mana menyusida. Keyin mana tilayotdi-da bu. Имеется аварийное сообщение, недостаточно количество хладагента deyapti baloni. O'shaning uchun ham biz hozir balon olib turib, o'sha freonni bunga ulashimiz kerak. Hozir qanday ulashni sizlarga ham ko'rsatib qo'yamiz. Не очень хорошо, да, сделано? Ko'rdinglar? O'zim hayrat. Mashinasi to'g'ri bo'lyapti-da hozir mana saroshlanga ulab turib, birinchi tortib olish kerak edi. Высокий давленияsiga, bachogga. Mana orqadagi bachogga tortib oladi o'sha freonni. Mana buni yaxshilab turib ko'rib olinglar-da. Birinchi o'z-o'zini vakuum qilish kerak bu apparat. Bu vakuum qilmasdan ishni boshlash kerak emas. Shuning uchun ham mana hozir James mana bu sariqni oldi, endi bu qizil bo'lishi mumkin, sariq bo'lishi mumkin, lekin mana bu высокий давлениyaga, mana qizilga high degani, высокий давлениyaga mana bunga balonni uladi. Hozir bu balondan biz orqadagi o'zini baloniga freon zakachib olamiz. Keyin o'z-o'zini bu vakuumatsiya qiladi. Mana shu ulashlardachi, mana shu xato qilish kerak emasdi. Mamtani ochib qo'yish kerak. Xullas, u bakdan freonda mana bu bakka tushishi kerak freon. Mana mashina 3 kilo zapravka qilamiz. Mana bu ko'rsatib turadi o'zi. 3 kilo bo'lgandan keyin vot qildi. Shashi boshladi. Mana buni tortib oladi. Mana Mamlarni, konnektorlarni podsoединение qilgandan keyin mashinani zavod qilish kerak. Zavod qilgandan keyin biz ko'ramiz nimamda. Высокий qancha, низкийsi qancha, hamma ham datchili ko'rsatib turadi. O'sha datchili ja yuqori bosim ko'rsatish kerak emas, ja past ham ko'rsatish kerak emas. O'shalarning hammasi datchikda ko'rib olinadi birinchi. Keyin mana shu boshlaymiz-ku, avtomatik o'zi nima zamena freonni mana da bosamiz. Mana vot ketdi mana. Hozir bu tortib oladi hozir freonni. Mana ketdi. O'sha funksiyalarni ko'rdinglar, biz avtomatikga qo'ydikda, ketma-ketlikda bo'ladi. Birinchi buni vakuumatsiya qiladi, o'zi vakuum qiladi. Keyin vakuum qilgandan keyin mana qarab turish kerak edi. Agarda mana bosim tushib ketsa, demak, qayerda utechka bor. Keyin ikkinchi pog'onasi bu tozalaydi. Uchinchi pog'onasi moyni ko'radi, eski moyni to'kib oladi. Mana bu yozib qo'yibdi, mana 7 ml zo'rg'im moyni to'kib oladi. Nima desanglar, endi bu mashinada hech qachon
konditsioner zapravkaga murojaat qilmagan. Shuning uchun ham balki moy qolmagandir bunda. Hozir mana bu eski moy mana bunga tushadi. Mana. Stary masla tushadi. Keyin o'zi avtomatik tarzda mana bu yangi moyni quyadi. O'zi qancha kerak bo'lsa, shuncha quyadi o'zi. 30-40 gram moy ketadi o'zi, yangi moy. Shu mana kutyapmiz hozir. Xudo xolisa bo'lib qoladi mashinamiz. Hozir mana yozib qo'yibdiman, hammasi rus tilida bo'ldi. Выполняется вакуумирование deyapti. Mana 8 minutga qo'yganmiz. O'sha 8 minut ichida buni hozir vakuum hosil qiladi mashinaning ichida. O'sha trubkalar ichida ko'radi utechkasini. O'sha vakuumatsiya, utechka hamma pog'onadan o'tib bo'lgandan keyin o'zi so'raydi, qancha moy quysam bo'ladi deb so'raydi. Endi Cobalt bo'lsa bir 30-35 gram moy quyiladi. Keyin mana bu tortib oladi-yu, nima freonni mashinadan. Freon tortib olgandan keyin включите зажигание deydi. Siz mashinani zavod qilasiz, keyin включите deydi, konditsionerni включите deydi. Konditsioner yoqish kerak. Keyin mana hamma trubkalardan so'rib oladi. Bir xillarda mana trubkani o'zida ham qolib ketadi freon. Mana shu vakuumatsiya qilgandan keyin hozir mana уже mana 450 gram berganmiz bunga, mana уже 410 gram quyib bo'ldi freonni. Xullas mana hozir ozgina ishlagandan keyin o'zi to'xtaydi, bo'ldi, ishni bajardim deb o'zi aytadi. Mana oxirida hamma narsani bajarib bo'ldi. Senga pechat qilib beraymi deb so'rayapti. Ha dedi mana. Hozir mana bizga mana bundan printerdan bunda pechat qilib beradi mana. Nima bo'lganini, nima quyilganini, qancha moy tortib olinganini. Bunda klientga beramiz. Mana 440 gram freonimiz ketibdi mana. Mana. Bugun nechinchisi? Mana bu endi nomer telefonlarni berasiz, klientlarga berib qo'ysangiz, klientlar biladi o'sha qachon o'sha freonni alishtirgan, nima qilganligini. Biza bu videoda mana shu Cobalt mashinasiga yangi freon zapravka qilib berdik. Buni hozir avtomatik tarzda qilib berdik-da, lekin sizlar ruchnoy ham qilsanglar bo'ladi. Mana ruchnoy deganda, mana buni olib keling. Birinchi mana pog'onada o'zingiz mana очистка qilasiz, keyin восстановление qilasiz, keyin vakuumatsiya qilasiz, keyin moyni quyasiz, keyin zapravka qilasiz. Mana ko'rdinglarmi? Mana 5 ta pog'onani mana bu bittada avtomatik qilib yuborsa bo'ladi. Lekin yo'q, menga faqat mana shu очистка kerak yoki восстановление kerak desa, mana bitta pog'onasini mana bu bosasizlar, knopkasini mana bu ketaveradi. Oson. Mana ishni tamomlagandan keyin mamlani yopish kerak bo'ladi. Bas, buni yopib turib, mana yopib turib, buni ham yopasiz. Mana. Yopib turib, mana yopildi. Bu yopilgan tarzi mana shlangalarda ham hozir freon bor, 40-50 gramcha bor. Lekin uni o'z avtomatik tarzda biladi borligini buni. Buni ana. Mana Bo'lsa endi yozda muzlatadi bu. Yax bo'lib qoladi salonlar, xudo xolisa. Bo'ldi, ishimiz bitdi. Agar sizlarga ham mana shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Sergeli mashina bozori 77-do'kon. O'sha YouTube kanalimizga ulaning, obuna bo'ling. Nima desanglar, biz endi shu yerdan boshlab batafsil hamma sotayotgan оборудованиemizni biz nafaqat sotish bilan, balki ya'ni o'rgatish bilan ham shu band bo'lamiz. O'shanga mana garantiyalari bilan sizlarga avtoservis Uz